4-chi bab. Savulning o'g'li Ishboshat Abnerning Hebronda o'ltirilganligini anglabla yuragi selib ketdi. Butun Isroil xalqimi aloqzodi bo'lib ketdi. Ishboshatning qismatida Baana va Rekab ismli qaroqchilar to'plarining ikki sarkarchisi bor edi. Ular Benyamin qabilasidan bo'lgan Be'arotda yashaydigan Rimonning o'g'illari edi. Be'arot shahri u vaqtda Benyamin qabilasiga tava zemin edi. Be'arotning asli aholisi Gittayimga qechib berib, toki hozirgacha shu yerda musofir bo'lib turibdi. Savulning o'g'li Yonatanning ikkila puti oqsaydigan Mefiboshat ismli bir o'g'li bor edi. Yizraeldan Savul bilan Yonatanning qazo qilganlik xabari yetib kelganda, u 5 yoshda edi. Xabar yetib kelishi bilan inikonisi uni elib qochgan edi. Inikona olmon-talmon qashqashqa bali yerga tushib ketib, to'kur bo'lib qolgan edi. Bir kuni tush vaqtida Be'arotda yashaydigan Rimonning o'g'li Rekab bilan Baana Ishboshatning uyiga keldi. Ishboshat tushlik uyquda edi. Ko'zatchi ayol bug'doy tasqab, charchab ketib mugdab qolgan edi. Ular uyga g'ipida kirib oldi. Ular uyga kirgan chaqda Ishboshat o'zining yotiqida karovatda yotadi. Ular uningga xanjar tiqib o'ltirib, kalısını kesib oldi va kalısını o'zlari bilan birga elib ketib, Yordan vodisini bo'ylab bir kecha mangdi. Ular Ishboshatning kalısını Hebronga Davud podshoning yeniga elib berib, uningga o'zlarining raqibi Savul ilgari jonlarini elish qasdida bo'lgan edi. Qarasizlar, mana bu uning o'g'li Ishboshatning kalisi. Parvardigor bugun podshoyi olamning Savul va uning avlodlaridan oladigan intiqomini elib berdi, dedi. Lekin Davud Rekab bilan Baanaga javob berib, "Jenimni hamma qiyinchiliklardan qutuldirib qolgan mangu hayot Parvardigor oldida qasam qilamanki, ilgari menga qarasizlar, Savul o'ldi deb xabar yetkazguchi kishi menga xush xabar yetkazdim deb bilgan. Lekin men uning yetkazgan xabariga mukofot o'rnida uni tutib, ziqloqda qatl qilgan edim. Undaqda ayibsiz bir odamni uyida, yotgan yerida qatl qilgan razillarga nima mukofot beray? U odamning xulini talab qilib, men sizlarni yer yuzidan yo'q qilmaymanmi?" dedi. Davud odamlarga ularni o'ltirishni buyurdi. Davudning odamlari ularni o'ltirib, put qo'llarini kesib, tanlarini Hebrondagi ko'lchakning bo'yiga esib qo'yishdi. Ishboshatning kalısını Abnerning Hebrondagi qabrisiga elib berib, dafna qilishdi.